Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, katta ishxonalarga, ishlab chiqarish bolakalarimizga ham, katta hovlilarga ham bemalol konditsioner deysizmi, svarka apparat, har qanday nagruzkali texnikalaringizni bemalol ishlatib beradi. Benzinlik soatiga nagruzkada rasxoti o'rtacha 2 litrgacha rasxot qiladi. Sababi rasxoti sal ko'proq, motori ham katta o'shanga nisbatan, kalit akkumulyator statorda zavat bo'ladi. Ovozi ham anchagina past chiqadi. Eski yipska dvijorlarga qaraganda gul shitirlari qo'shimcha samazashta bilan jihozlangan, ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina past chiqadi ovozi, qo'shimcha setkalar bilan jihozlangan. Xohlasangiz rushnoy zavat qilasiz, xohlasangiz kalit orqali zavat qilsalaring ham bo'laveradi. Xohlovchilar uchun alohida aver sistemamiz ham bor. Buni vazifasi svet o'chganda o'zi dvijorni avtomatik zavat qilib beradi. Knopkasini bosib qo'yiladi, montaj qilinadi. Mana dvijorni o'zida maxsus o'rni ham bor. Stiker orqali suqib qo'yiladi. Svet o'chganda avtomatik dvijorni zavat qilib beradigan miyasi hisoblanadi. Bu alohida sotuvda ham bor. Agar kimga qiziq bo'lsa, bu $150 turadi. Har qanday o'sha qanaqa dvijor bo'lsa, stikerli dvijorlarga tushadi. Zavatskoy avtomatik hisoblanadi. Xo'p, 3 fazaligi ham bor. Xohlovchilarga 3 faza texnika ishlatib turganlarga 3 fazaligi ham bor. Xohlaganlarga 220ligi ham bor. Toza 10 kilovat напряжениyaga javob beradi. Benzin baki 25 litrli benzin sig'imiga ega ko'rsatib turadi. Baki ham o'sha o'ziga nisbatan rasxotiga qaraganda katta baklardan qo'yilgan. Balonlari bor, bemalol silchib yursalaring bo'laveradi. Patsozlari ham avtopatsoz, ya'ni oldingilarda kulchatir bo'lardi, qaytarib turib zavat qilinardi. Bu birdaniga kalitni qo'shsangiz bemalol zavat qilish imkoniyatini beradi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Eng sifatli dvijorlar faqatgina bizda bo'ladi. Nomi Kentavr brendi ostida ishlab chiqarilgan.